Assalomu alaykum, Islom Studios kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Shumkali naves qanday bo'ladi sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu holatda bo'ladi. Tagida fanerdan keyin sintofon qo'yilgan. Stiklavatadan keyin 0.4 tunuka qotirilgan. Mana shu ko'rinishda tomi shu ko'rinishda chiqadi aka-ukalar. Xudo xolasa tag qismini ham video qilamiz. Bugungi manzilimiz Beshariq, Ropqonga xudo xolasa darvoza va naves xizmatlarimizni qilib berganmiz. Aka-ukalar darvoza, naves izlab yurgan aka-ukalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalar qilib beramiz. Juda ham bir fayzli xonadonimizga xudo xolasa darvoza, zachaspakli darvozani olib keldik. Navesimizni shumkali qilib berdik. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Darvozaxonamizni Kaziroga 4 metrga 2 metr chiqqan oldiga, bu ham shumkali qilganmiz. Tepasida 0.4 qalinlikda tunuka, pastida DVP paner, o'rtasiga stiklavata bosib berganmiz. Bularda общий kvadratini, navesimiz kvadratini xudo xolasa 450 ming so'mdan tayyorlab berdik. Darvozani ma'lumot qilib beradigan bo'lsak, darvozamiz eniga 3,5 metr, bo'yiga 3,60 bo'lgan. 1 kvadrat metri 1,250 mingdan tayyorlab beryapmiz. Oq tomonlarga kelishilgan holda, xudo xolasa kraskalarni ham mok asfalt matviy kraskadan sachib berganmiz, glansiy kraskadan. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Listlarimiz 2likdan, stoykalarimiz 8x8, 2,5 stena bo'lgan, profillari 6x4, listlari 2lik bo'lgan, 2 qavatli shumkali. Zamoklarimiz zo'bir zamok. Mana bu ochganda chiroyli bizda naves kutmoqda mana. Navesimizning razmeriga bor uzuniga 20 metr bo'lgan, eniga 5 metr lazer fasonda qilib berganmiz. Sababi 450 ming so'mdan chiqqani lazerli bo'lgan, ustunlari ham lazerli bo'lgan. Mana aka-ukalar. Ustunlarimiz 6x6 bo'lgan. Stoykalarimiz ham polniy lazerdan bo'lgan. Mana tepa qismi. DVP paner juda ham chiroyli turibdi. DVP paner ham shatalarni 3x3 dan tashlaganmiz. 3x2 dan. Xo'p. Har bitta xorimiz 1.20 dan tushgan. Bittada 1.20 dan tushgan razmeri 3x2 bu, 3x3 bo'lgan, profillari 1,5 qalinlikda. Bu chekidagilarni 4x4 bo'lgan asosiy xorimiz 4x4. Kirishiga juda ham chiroyli turibdi. Agar chiroyli chiqqan bo'lsa, chiroyli chiqibdi deb kommentariyga yozib qo'yasizlar. Mana kimga shunaqangi darvozaxona qilib, masalan, shifer qilib, ustiga lombos qilib, uni ustidan shifer qilib, boshqa qilganda shu narsa arzon tushadi. 1 kvadrat metri 450 ming so'mdan pul berasizlar. Biz joyda o'lchaymiz, tayyor qilib olib kelib 1 kun 2 kunda ustanovka qilib beramiz, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Stoykalarimizni 6x6 profildan, ichlariga lazerdan, list +8 2lik listlardan, kashaklarni ham o'sha lazerni qilib, lazerni variantda qilib berganmiz, xudo xolasa. Mana ko'rib turibsizlar, yaqindan ko'rinish holatlari. Mana burchak gullarimiz ham hamma yo'g'i chotki. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, Islom Studios sizlarning xizmatlaringdagi ukalar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holda qilib beramiz. Kvadrat katta bo'ladigan bo'lsa, masalan 100 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 150 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, dastavkalari hamma yo'g'i shu narxda ichida bo'ladi. Agar 100 kvadratdan pastroq bo'ladigan bo'lsa, dastavkasiga qo'shiladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bu variantimizni 450 ming deganimiz, panerimizni tepasida stiklavata bosganmiz bunga. Agar stiklavata bosmasdan oddiy sintofon bosadigan bo'lsak, 0.4 qalinlikdagi sintofon bosadigan bo'lsak, unimiz kvadrat metr arzonroq bo'ladi. 400 ming so'mdan xuddi shu variantda chiqaveradi. 50 ming so'mdan sababi tepasiga stiklavata qo'yib berganmiz. Panerlarimiz ham kraskali panerdan. Yana boshqa variantlarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Darvozamiz ham orqa ko'rinishi chiroyli turibdi, xudo xolasa. Mana shu fayzli xonadonimizga ham juda ham yarashgan mana. Oldi ko'rinishdan ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana oldi ko'rinishlari. Xudo xolasa ma'lumot qilib berdik. Kraskalar mok asfalt,
Stoykalarimiz ham juda ham baquvvat bilan bo'lgan mana. 6 ga 6, ikkitasi bitta bo'lib, o'rtasiga 2 likdan tayyorlab berganmiz. Darvozamiz va xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Kimga darvoza va naves xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Islom usta sizlarning xizmatlaringda. Mana. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor aka-ukalar. Like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Darvozadan naves sizda yurgan aka-ukalarga videomizni ulashib qo'yasizlar. Tarset.